Mana kim bolalikda o'g'irlik qilgan? Da. Hozir qarsa chalinayotganda nimaga? Hozir hammi? Mana bolaligimda o'g'irlik qilganman bir martasini aytib beraman. Har bitta tumanni kichkina bozori bo'ladi, bilasizlarmi? Kichkina tuman, kichkina bozori, o'sha kichkina bozorning burchagida bitta stolda velikka zapchast sotadi. Shunaqa joyda turibman. Turibman, ota o'g'il ishlashadi, hech kim menga qaramayapti. Menga veligimga o'q kerak. Turibman, ular qaramayapti. Biznesdagi birinchi xato. Mijozga e'tiborliroq bo'lish kerak. O'q turibdi, men turibman. Ichimda bir shakar, "Mash kerakmi?" dedi. Aytaman, "Ha." O'lqaydi. Oldim. Ketdik. Ketdim. Tamam. Hech kim to'xtatgani ham yo'q. Eng yomoni, uyga kelib qarasam, ana o'q meni veligimga to'g'ri kelmaydi. Siz hech o'g'irlagan narsangizni almashtirib olganmisiz? Bu juda ham qiyin. Qaytib keldim. Aytaman, "Aka, meni veligim mamlaqa, mana bu nima narsa?" Aka o'g'lini urishdi-da. Biznesdagi ikkinchi xato. Xodimlar o'rtasida kommunikatsiyani to'g'ri yo'lga qo'ying. Menga boshqa o'q berdi. Anu o'q birinchisidan arzonroq ekan. Menga 5000 so'm sdachiya berdi. Men qo'limda pul, o'q qaytyapman.